Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Barchamizga ma'lumki, ayni kunlarda qadimiy Xiva zaminida 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivali start olmoqda. Har qaysi xalqning azaliy tarixi va madaniyati, eng avvalo, uning og'zaki ijodi, folklor san'atida, doston va eposlarda mujassam topgan bo'lib, ular millatning o'zligini anglash, uning o'ziga xos milliy qadriyatlari va an'analarni saqlash va rivojlantirishda bebaho manba hisoblanadi. 4-xalqaro baxshichilik festivali va uning doirasidagi mazkur nufuzli tadbirlarni ko'hna va betakror Xiva shahrida o'tkazilayotganligi bejiz emas. UNESCOning jahon merosiga kiritilgan bu go'zal shahar 2020-yilda Turkiy dunyoning madaniy poytaxti, 2024-yilda islom dunyosining turizm poytaxti sifatida e'tirof etilgani ko'p narsani anglatadi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Nazarbekov Ozodbek Ahmadovich ta'biri bilan aytganda, bugungi globallashuv davrida inson madaniyati va ma'naviyati, ayniqsa yoshlar ongiga turli tahdidlar kuchayib, asl san'at o'rnini afsuski qo'sh tirnoq ichidagi ommaviy madaniyat egallab borayotgani hozirgi sharoitda xalq ijodiyotini asrab-avaylab kelgusi avlodlarga yetkazib berish bugungi kunning muhim masalalaridan biridir. O'zbek milliy baxshichilik va dostonchilik san'atining noyob namunalarini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni keng targ'ib qilish, yosh avlod qalbida ushbu san'at turiga hurmat va e'tibor tuyg'ularini kuchaytirish, turli xalqlar o'rtasidagi do'stlik va birodarlik rishtalarini mustahkamlash, ijodiy hamkorlik, madaniy ma'naviy munosabatlar doirasini xalqaro miqyosda yanada kengaytirish maqsadida 2019-yildan buyon xalqaro baxshichilik san'ati festivali o'tkazilib kelinmoqda. Festival ilk marotaba 2019-yilda Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan. Shuningdek, 2021-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasida, 2023-yilda esa Sirdaryo viloyatida o'tkazilgan. Navbatdagi festival esa joriy yilning 26-28 aprel kunlari Xivada UNESCO va ISESCO shafiyligida 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivali o'tkaziladi. Festivalda dunyoning 40 dan ortiq davlatlaridan, jumladan Ummon, Gabon, Braziliya, Xitoy, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Koreya, Kuvayt, Malayziya, Mavritaniya, Misr, Marokash, Qirg'iziston, Rossiya, Turkmaniston, Vengriya, Ozarbayjon, Mo'g'uliston, Serbiya, Belarus Respublikasi, Fransiya, Afg'oniston, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Sierra Leone, Shvetsiya, Iordaniya, Shvetsariya, Sudan, Turkiya, Bolgariya, Germaniya, Saudiya Arabistoni, Tunis, Slovakiya, Filippin, Qatar, Pokiston, O'zbekiston davlatlaridan 200 nafarga yaqin vakillar ishtirok etishi kutilmoqda. 26-28 aprel kunlari Xivada start olayotgan festival dasturi quyidagicha harakatlanadi. 26 aprel kuni Xiva shahrida 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivalining tantanali ochilish marosimi tashkil etiladi. 26-27 aprel kunlari festival doirasida 2-Turkiy dunyo madaniyati forumi hamda Yangi O'zbekistonda baxshichilik san'ati, zamonaviy tadqiqotlar va istiqbollar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman o'tkaziladi. 27 aprel kuni xorijiy davlatlar va O'zbekiston vakillari o'rtasida festival doirasidagi xalqaro tanlov o'tkaziladi. 28 aprel kuni festivalning tantanali yopilish va g'oliblarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi. Shuningdek, festival doirasidagi tanlov ishtirokchilarini baholash va g'oliblarni taqdirlash uchun xalqaro tanlovda hakamlar hay'ati a'zolari tarkibi O'zbekiston, Vengriya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya, Kuvayt, Mo'g'uliston davlatlari vakillaridan shakllantirilgan. Ma'lumot uchun, Grand Prix mukofoti 7000 AQSh dollarini tashkil etadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni qo'lga kiritganlar uchun mos ravishda har bir yo'nalishda 2 ta nominatsiya, doston ijrochiligi yo'nalishi,
cholg'u ijrochiligi yo'nalishi bo'yicha 5000, 3500, 2500 AQSh dollaridan mukofotlanadi. Xiva shahrida o'tkazilayotgan 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivalida faxriy mehmon sifatida Xalqaro Turkiy madaniyat tashkiloti Turksoy bosh kotibi Sulton Rayev, Turkiy madaniyat va meros jamg'armasi prezidenti Aktoti Raimkulova, ISESCO xalqaro hamkorlik sektori rahbari Zinalabiddin Muhammed, Turkiy parlament assambleyasi bosh kotibi Mehmet Surayya Turkiy akademiya prezidenti Shahin Mustafayev, Ozarbayjon madaniyat vaziri Adil Kerimli, Qirg'iz Respublikasi madaniyat, axborot va yoshlar siyosati vaziri o'rinbosari Gulbara Abdukalikova hamda Turkiya davlatining nufuzli oliy ta'lim muassasalari rektorlari ishtirok etishi rejalashtirilmoqda. 26-28 aprel kunlari Xiva shahrida 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivali doirasida 2-Turkiy dunyo madaniyati forumi hamda Yangi O'zbekistonda baxshichilik san'ati, zamonaviy tadqiqotlar va istiqbollar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman tashkil etiladi. Mazkur anjumanda Rossiya, Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston kabi davlatlarning nufuzli ilm maskanlaridan tashrif buyurgan taniqli folklorshunos olimlar baxshichilik san'ati tarix va jahon madaniyati taraqqiyotida tutgan o'rni haqidagi qiziqarli ma'ruzalarni taqdim etishadi. Xususan, filologiya fanlari doktori, professorlar Karl Reychel, Fikrat Turkman, Enkyon Hikmat Guliyev, O'g'uz Mehmet O'jal, Ismet Chetin, Anarboy Bulduboy, Selemi Fidakor, Metin Ekiji, Talantali Bakchiyev, Gulnor Husayinova, Aynur Ibrahimova kabi xalqaro miqyosda taniqli folklorshunos olimlar sohaning dolzarb muammolari haqida ma'ruza qiladilar. Shuningdek, anjumanda mamlakatimizning turli oliy o'quv yurtlarida, ilmiy tadqiqot institutlarida faoliyat yuritayotgan folklorshunos olimlar, baxshichilik va xalq og'zaki ijodi masalalariga qiziquvchi tadqiqotchilar sohaga aloqador ilmiy nazariy maqolalari bilan faol ishtirok etadilar. Xalqaro konferensiya ishtirokchilari anjuman doirasida tashkil etilgan 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivalining ochilish marosimiga bag'ishlab tashkil etilgan mamlakatimizning usta baxshilari, xorijlik epik ijodkorlar, san'atkorlar ishtirokidagi bayram dasturida ham ishtirok etishadi. Anjuman yakunida baxshichilik san'ati istiqboli bilan bog'liq muhim rezolyutsiya qabul qilinadi. Konferensiya doirasida tashkiliy qo'mita tomonidan yaratilgan baxshi aytimlari to'plamining taqdimoti ham bo'lib o'tadi. Bu taqdimot xalqaro ilmiy anjumanning ijodiy cho'qqisi va ilmiy yangiligi bo'lishi kutilmoqda. Baxshi aytimlari to'plami 100 dona ishlab chiqarilib, har bir xalq dostonlari va terminlari qaysi vaqtda ijro etilishi, uning inson ruhiyatiga ijobiy ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar o'rin olgan qo'llash bo'yicha yo'riqnoma ham anjuman ishtirokchilariga tarqatilishi rejalashtirilmoqda. 2-Turkiy dunyo madaniyati forumi hamda Yangi O'zbekistonda baxshichilik san'ati, zamonaviy tadqiqotlar va istiqbollar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyaning asosiy ilmiy natijalari, xulosalar va saralab olingan eng yaxshi maqolalar jamlangan maqolalar to'plami nashr etilgan bo'lib, barcha konferensiya ishtirokchilari va faxriy mehmonlarga sovg'a qilinadi. Anjuman so'ngida har bir ishtirokchi O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri tomonidan xalqaro sertifikat va konferensiya tashkiliy qo'mitasining esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadilar. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risidagi 2018-yil 1-noyabrdagi qaroriga muvofiq har 2 yilda bir marta xalqaro baxshichilik san'ati festivali o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, Termiz shahrida ilk marotaba 2019-yil 1-xalqaro baxshichilik festivali o'tkazilgan bo'lib, unda turli mamlakatdan folklorshunos olimlar ishtirok etgan bo'lsa, 2021-yil Nukus shahrida 2-xalqaro baxshichilik festivali o'tkazilgan bo'lib, Qoraqalpog'iston madaniyati va baxshichilik san'atining boy merosini namoyon etilgan. 2023-yilda 3-xalqaro baxshichilik festivali Guliston shahrida turli mamlakatlarning musiqashunos, folklorshunos, baxshilar va ijrochilarini bir yerga jamlagan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 14-maydagi
baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ta'kidlanganidek, xalqimizning yuksak badiiy dahosi bilan yaratilgan ushbu noyob san'atni asrab-avaylash va rivojlantirish bo'yicha mamlakatimizda muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada yurtimizda Alpomish dostonining 1000 yilligi keng nishonlanganligi, Termiz shahrida bu ulug' badiiy obida sharafiga, Samarqand shahrida atoqli baxshilarimiz xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik majmualari bunyod etilgani davlatimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasi xalq baxshisi faxriy unvoni ta'sis qilinganini alohida qayd etish joiz. Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli xorijlik mehmonlar, barchangizni yana bir bor O'zbekiston zaminida ko'rganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Sizlarni ko'rish biz uchun sharaf. Sizlar bilan bir maydonda ishlash bu eng katta mas'uliyat. Shunday ekan, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi matbuot xizmati jamoasi sizni ko'hna va navqiron Xiva shahrida ko'rganidan yana bir bor o'z minnatdorligini bildiradi. Hurmatli festival ishtirokchilari, barchangizga ushbu zaminda start olgan 4-xalqaro baxshichilik san'ati festivaliga xush kelibsiz deymiz. O'ylaymizki, ushbu festivalning dovrug'ini butun jahonga yoyib, festival haqidagi xabarlardan barchani, xususan butun dunyo ahlini xabardor etamiz. Yana bir bor barchangizga e'tibor uchun katta rahmat. O'zbekistonga, xususan Xiva shahriga xush kelibsiz. Welcome to Xiva.